Qaramaysizlarmi? Oshxonaga yonyapti-yu qo'shni. Ha, serial tugasin, keyin chiqib o'chiramiz. Xonadonida o'g'irlik qildingmi? To'yib tashlash kerak shuni. Kuyib qaroma. Bo'ldi. Bu kino, ko'z jinnimisizlar? Men shunchaki Hasan onangiz. Rostdan yoqimsizda lekin. Oyjon, ishoningli naski bor ekan, o'g'riymi? Ko'ylakli material oldim. Rangi g'alati-yu buni. Ishonchi material ekanda. Ishoningli ketsa lubboy narsani o'g'radimi? Siz nima oldingiz ishoningli? Ishoningli nosxalta oldim, zo'r ekan. Kelin qarang, bolali bo'lgan qo'shnimiz. Voy, tabriklayman. Ismini nima qo'ydinglar? Ishani. Ha, zo'r ism. O'g'il bolaga. Ranvinjon, o'g'limni xudo asrasin. Dadamni ham buncha duo qilmasdingiz, bu. ketdik, o'g'irlaymiz, ketamiz. To'xta. Qizil joy serialni ko'rib keting. Ranvir urdi, o'ldi Ranvir. Ramirjonni urgani uy kuysin. Bo'ldi, yig'lavermanglar. Kino bu. Yig'laganinglar bilan bular uylarga ikkitani olib kirmaydi. Ramirjon Trevosin Of, yana reklamami? Ishani Rahimova tavsiya qiladi. Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasini 5-blokidagi xonadonlar sotuviga start berildi. Endilikda siz mana bunday va mana bunday planirovkadagi va yana 5 xil planirovkadagi xonadonlarni boshlang'ich 25% to'lab xarid qilishingiz mumkin. Qolgan qismini 36 oyga bo'lib to'lash imkoningiz bor. Loyiha Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan. Qurilish hozir 11-qavatgacha yetgan. Reklamani ham qiziq qilib olsa bo'lar-ku. Voy, svechini ham uy kuysin. Bugun iflos odam dejur bo'lganmi deyman-da. Ha, yakshanba kuni qaytib beradi bu? Qo'shninikida svet bormi? Divizokchini ham uy kuysin. Yuzgacha saniylik balki yonib qolar. O'sha paytlarda armiyada tanka haydaganimda Shikast maqliroy, svet yonarkan.